Assalomu alaykum. Birinchi modul 4-chi darsimizga xush kelibsiz. Bu darsda siz bilan Mentions and Reminders funksiyasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni Mentions Reminder funksiyasidan foydalanishimiz uchun eng minimum holatda bizga add dan foydalanamiz. Mentions Reminders 3 ta holatda, 3 xil ko'rinishda ishlatishimiz mumkin. Uni sanali uchun, uni biror bir shu Notion akkauntingizda mehmon yoki memberlarni belgilash uchun, undan tashqari pagelarni mention qilish uchun foydalanishimiz mumkin. Endi birma-bir ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi birorta pageni mention qilish uchun ko'rib chiqamiz. Masalan, mana shu birinchi modul boshlang'ich funksiyalar darsligida biror bir mention kiritib ketishimiz mumkin. Endi hop, qanaqa kiritsa bo'ladi? Sizlarga realniy case bilan to'liq tushunishlari uchun biror bir misol keltiraman. Barcha darslarni yozib bo'lgandan so'ng barcha nima qilaylik? Birinchi modul darsini yozib bo'lgandan so'ng mention qilamiz. Notion Pro ga ikkinchi modul uchun yangi page ochish kerak. Qo'yamiz va buni qanaqadir eslatma bo'lishi uchun boshqa blokdan foydalanamiz. Ya'ni callout qilib qo'yamiz. Mana aka. Endi mana bu joyda bunaqa borsa, bizning asosiy sahifamizga o'tkazib yuboradi. Biz mana bu yerda tursa, masalan, tepadan bunaqa bosib qilishimiz kerak emas. Shu yerdan o'qiymiz va Notion Pro yozilgan mentionimiz ustiga bossak, o'sha page olib ketadi. Endi bu sizlar bilan birinchi variantini ko'rdik. Endi mentionning ikkinchi funksiyasidan foydalanamiz. Bu ikkinchi funksiyasi biror bir shaxsni, ya'ni masalan, uni ham xuddi mana joyga foydalanamiz. Barcha birinchi modul darsini yozib bo'lgandan so'ng Notion Pro ga ikkinchi modul uchun yangi page ochish kerak. Buni biror bir shaxsga belgilashimiz mumkin. Ya'ni mana bu Jafar bu manman, Jafar bu mening ikkinchi profilim. Bu boshqa bir shaxs bo'lishligi mumkin. Shunda men uni atmetga qilaman va unga hop, bunaqa invite qilib qo'yishimiz kerak ekan. Bo'ldi. O'sha aynan sizga pagesga invite qilingan shaxslarga siz ularni mention qilishingiz mumkin, ya'ni atmetga qilib belgilashingiz mumkin. Masalan, men ikkinchi akkauntimni belgiladim va buni o'z vaqtida bajaring deb qo'yishim mumkin va bu narsa masalan, bu ikkinchi profilni biror bir shaxs deb ishchi bo'lsangiz, sizda xodimingizga yoki sherigingizga mana inbox qismidan xabar holatda keladi va bir bosqich bilan mana shu joyda siz nima yozganingizni, nima vazifa bajarish kerakligini ko'rish mumkin bo'ladi. Undan tashqari yana boshqa shaxslarni boshqa bir ko'rinishda, ya'ni komment qoldirish orqali ham mention qilishingiz mumkin. Unda mana shu masalan kerakli joyni belgilaysiz. Belgilagandan keyin mana bu yerda komment qismini bosasiz. Va komment bo'limi ochiladi va u yerda yana add belgisini qo'yib, mana ko'rishingiz mumkin. Masalan, ikkinchi profilni belgilaymiz va dars mavzusi aktual yoki noaktual ekanligini so'rovnoma orqali tekshiring deb qo'ysam ketdi. Men ikkinchi profilimga xabar boradi va undan tashqari aynan mana shu joyga u kirib, o'zini kommentidan to'g'rilab qo'ygani haqida ma'lumot qoldirishi mumkin. Xullas, mention ikkita funksiyasini ko'rib chiqdik. Ya'ni pageda mention qilish, biror bir shaxsni mention qilish funksiyasini ko'rib chiqdik. Undan tashqari biz nimani mention qilishimiz mumkin? Vaqtni qarang, ikki xil shaklda mention qilishimiz mumkin. Ya'ni mention reminder darsligimiz hozir yozilyapti jarayonda va shu joyda men mention qilib ketishim mumkin. Masalan, bunday qilib past qator tashlayman-da, mention qilaman. Bugun necha sana? 25/12 ketsam, mana today. Yoki masalan, mana shuni pastdan holatga tushgan holatda 25/12/2024 holatda ham mention qilib ketishim mumkin bo'ladi. Bu nima narsani aniq qilishi mumkin? Siz biror bir vazifani qachon bajargan ekanligingizni yoki qachon edit qilganligingizni mention qilib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari masalan yesterday deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yesterday. Hop, undan ham tashqari bu asosan reminder nima maqsadda foydalanadi? Kelajakda yuz beradigan qanaqadir holatda sizga reminder, ya'ni eslatma sifatida, masalan, Notion templates darsini masalan ertaga syomka qilishimiz kerak. Bunda men mention qilaman. Remind tomorrow 9 degan. Menga
ertaga soat 9:00 ertalabga Notion orqali bildirishnoma, xabarnoma keladi. Xabarnoma agar sizda app bo'lsa yoki mobil versiya, kompyuter versiyasida notification shaklida kelishi mumkin. Agar sizda app yoki telefoningizda kompyuterda app bo'lmasa, u Notion akkauntingizda inbox qismiga kelib tushadi. Xo'p, buni ham yana moslashtirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha remind qilish vaqtini o'zingiz masalan o'sha kunni qancha vaqt oldin, masalan 5 minut avval, yarim soat avval, 1 soat avval yoki 1 soat keyin holatlarga belgilab mention funksiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Mention va reminders bo'yicha darsligim shundan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha.